Assalamu alaykum qarindoshlar. Hammalarga vaqt xayrli bo'lsin. Tünügün keçeden bu yan bek köp münazir bo'libdi. Men bundan keyingi bir qancha ay bek vaqtim chiqib bulanmasligi mumkin. Shunga agar mendan so'rilgan savollar bo'lsa yoki shu etiketlab, hashaklab yoki bo'lmasa ayrim shu savolga to'pda javob bergan bo'lsangiz deb ayrim yozib qo'ysanglar men javob berishga tirishaman inshaalloh. Ben buna şu aralıktaki çocuk vaktim payında münazirlerini anlap çıktım. Belki yaxşı süpertik münazirler bulunup ütüptü. Bu yerde ben kıstırıp koyduğum bir kança meseleni yani kırımdaşlar izahlap koyduğum közüş noktasından bazı aydın bulmayan bir kança meseleler var. Bu şey aydın bulup geçse anın kendin bu meseleleri bulduğu dep qarayman. Bir akademiye de matbuluş, yığılış deydiğen nersi mevcut olmaydı. Bu fakat münazirlerde veya ki sohbetlerde yığılış buldu. Akademiyede hiç kim bunu bir polemik kılmaydı. Akademik makale ispatka tayangan boğalık için bir kişi özünün hissiyatını, tuygusunu bunun kıtıp mamında olsa İran'ı bu kitimiz, manda olsa Türkiye bulumuz, manda olsa Paris'i bulumuz diyen bir nesini onu izahat kassa o akademik makalenin içine kiremeydi o nesi. Şuna hem akademik makale için bir coğrafyanın ki yani bir yerinin İran'ı buluşu, Paris'i buluşu, Türkiye buluşu akademik noktadan o bir hayran kalarlık bir nesi emez. Yani Şərq Türkistanlıklarının hazırki bütün kültürel kimliği tamamen Parislilerin kültürel kimliği bulup ketken takdirde bu misal. Bunda, ben bunda bol diyenge koşulmayayım ben. Umu işkanda akademik sahada ya ki garip dünyası da hayran kalarlık nesi emez. Bu bizim şu Türkistan'daki müzik çaşkan oyunu da bek mühim. Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar bu oyunlarda şunda sen andak olsan ben mandak degende kişik ben bunu müzikle çaşkanın oyunu deyim. Bunun akıbetini buldu degende bu müzik çaşkanın akıbetinin oyunun akıbeti 2010 yılı Oş'ta boğandek buldu anım. Bir millet özünün evlatları, bir milletin evlatları özünü bir dep kırdı anım. Bu yani en çok ziyan bu yerde buldu. Şuna ben bu yerde eskertip koyduğum ya ki dep ötmekçi olan neyse bu Şərq Türkistan'ın ki tarihi bu kültür noktasının bu deyilgen bazı gepler akademik menadan doğru emez. Bazı nesler deyilip öttü. Olup mu İran'ı, Paris'i meselesi bu pek uzun bir mesele. Körünüşten nurgun nesler aşında köründü ama bu körünüşünki üstü koşulgan nurgun nesler var. Bunu talaş tartışkılık doğru geldi. Ben bazılarına koşulmam, bazılarına koşulmayayım bunu akademik noktadan. Ama benim bugün hazır vaktimde şu vaktimde çıkarıp demekçi boğan nersem şu Türk ismi bilen Uygur isminin tarihteki bu birbiri bilen paralel bir şekilde işletilgen vaktinin ne için bu Uygurlar mesela Orhun Uygur halkı keyin İdikut Uygur halkı andın Xitayning ki hazırki Xitayning ki çigrası diye yer alan Kiansu'daki Uygur halkı bularning namı bilen Türk namının bu yerdeki tarihteki ornu okşamaydı. Bundaqlar desek, qarindoshlar shuni bek ko'p uchratgan bo'lishinglar mumkin. Men başdan oxirgi yenib bırak dey bunu. Mesela 19. asrda, 20. asrning boshlarida chet elliklar kelib, Sharq Turkistonga kelib, "Milletin nimo" degan vaqtida Uyg'ur deb javob bermaydi hech kim. Yoki "Milletin nimo" deb medresdagi odamdan so'ramasa, Raurs bilimi va Raurs yuqori saviyada bir bilim va odamdan so'ramasa, u Türk deb javob bermaydi. "Milletin nima" deganga musulmon deb javob berdi. Çünkü bu yerde nimiş ki Müslüman deb cevap verdi degende birisi dinning elip kelgan bir narsa bu İslam'da bütün İslam ümmeti bir millet deb qaralgan bo'lsa bu bunu da ikkinchi asli bu yerdeki yeni bir mesele degende 250 yıllık Şərq Türkistan'da kafir Müslüman mücadelesi yani körüşü var. Yani Manculardan başlangan ve keyin bu devir alıp devam kılıp kelgan bir Şərq Türkistan'ın Müslümanları bilen Şərq Türkistan işgal kılıp kirgen kapırlarının yani. Bizim şu vakit halkımızın kalısı dikin dep biryapman. Otursizki küreş var. Bu yerde bizim halkımız bu yerde kapırlarga karşı küreş kılıp atırdı. Şu vakitin özlükte. Şuna bular özünü Müslüman dep cevap verişide bu yerde bu iki sebep var. Hem ben başka kaytıma nima üçün undaq olsa bu Türk degen nam bu bir milletin namı mıti? Uygur degan nam tarixda bir millatning nomi miti yoki qabilaning va yoki bir siyosiy hokimiyatning nomi miti degan masala. Mushuni qarindoshlar hal qilmayotgan masala dal bu.
Biz Türk degan vaqtimizda bu Türkiye Türklerini göstermeydi o biz tarihteki Türk deganimiz. Türkiye Türkleri bu bugünkü günümüzdeki bir Türkiye'nin coğrafyasidagi Türkler bular. Ama biz tarixda Türk degan bu millet nami o bir nurg'unlagan qabilalardan tarkib topgan, nurg'unlagan qabilalar ichida bor, nurg'un kengri bo'lgan siyosiy coğrafyaga yeyilgan, ichida Uyg'ur, Qarluq, Chigil, Yag'ma, O'g'uz, Qiniq qatorliq nurg'un va intan ko'p sondagi qabilalardan tarkib topgan bir millatning ismi. Türk degan narsa bir millatning ismi. Türk degan narsa har zaman o'tirg'i chiqqan vaqtidan boshlab bir millat. Nima uchun millatning ismi deb so'rasanglar, men birdan turib Uyg'ur degan nomninki bir millatning ismi emasligini o vaqtda tarixda bir millatning ismi emas Uyg'ur degan. Tarixda bir millatning ismi emas. Türk degan bir millatning ismi. Uyg'urlarmi shu Türk degan millatning ismining ichiga kirdi bu. Bir Arab kelgan vaqtida bu yerning Maya Uyg'urlarning ili bo'lgan bo'lsa, bu Uyg'urlar kim deganda Uyg'urlar Türk deydi. Bu yerda Uyg'urlar Uyg'ur millati olmaydi bu yerda. Nima uchun endi bu Türk degan bir millatning nomi deganda Yevropaning millatchiligi bilan qarindoshlar Osiyoning millatchiligi o'xshamaydi bir-biriga. Yevropaliklar o'zaro bu Anglo-Sakson kültürü va boshqa kültürlarni deymiz. Bular o'zaro ko'proq jadal bo'lsa, bu yerda ichki jihatdan yildizi o boshqa narsalar ko'p talashlartish qilinsa bo'ldi. Nereden kelganligi, qadib Yunan kültürü o bu deganlar, buningga ma'lumki Osiyodagi bu kültürlerning, yani milletlerning ki o'zaro çatışması, yani kurash nemiz o'xshamaydi. Bizning ajdodlarimizning tunji qatim tarix sahnasida o'zining millatini haqiqatan tunib yetish kerakligi majbur bo'lgan davri Köktürk davri. Yani ikkinchi Köktürk xonligining davri. İkinci Köktürk xonligi shu Mangutaşdagi, bilgi qolgan Mangutaşdagi yozib qo'ygan narsada ey Türk bunu qil Xitoylar mandaq ekan deydi. Ayada bir 1000 yillik tajriba bor bu yerda. Chunki bu 1000 yillik tajriba nima deganda Hunlardan boshlangan Xitoylarning shimoldagi qavmlarni o'zining ichiga tortib ekirib intayin tiz bir şekilde assimilyatsiya qilib etadiganligini tunib yetgan bu yerda bilgi qolgan. Shunga Şərq Türkistanlıqlarının tarixini ayırgan vaqtimizda mening qarashim bo'yicha bilgi qolgan bu yerda bir davlat an'anasining, ya'ni bizning bugungi qadar kelgan bir davlat an'anamizningki tikliguvchi shaxsning birisi bilgi qolgan bu yerda. Bilgi qolgan mangu Tunyoqquq va bilgi qolgan ikki kishi yani. Bu ikki kishilar Xitoy millatiga tunji qatim bizning maydonimizda turib, ya'ni bizning tarafimizda turib ki uzun muddatli urush va ikki tarafning o'rtasida va oqibatda Türk qavmlari 630 yıldan 680 yılgacha 50 yil asorat ostida yashaydi Xitoylarning asoratining ostida. Dal bu davr Tang sulolasining Sharq Turkistonga kirib olgan vaqtiga to'g'ri keldi mesela. Ondan bu Qaymoqush, bu Chechelang'uluq, bunchalar qabilalar bir yerda yashab, o'zining ismini qo'yolmay bu yerda yoki bu yerda siyosiy doktrinani o'tirib qo'yolmagan ekan, bilgi qolgan bilan Tunyoqquq ikkisi bu yerda deb bu millatni bir namozida uyushtirib bu bütün qavmlarni buning ichiga so'quqliq bu yerda. So'qqandan keyin bütün qabilalar bu yerda Türk Bodun degan namozida birlashiklik bu yerda. Türk Bodun degan namozida birlashtirillik yoki undaq kelib aytganda. Chunki kuchlik dushmanning qarshisida, kuchlik dushmanning qarshi tarafida kuchlik bir millat urush kerak. Bu shunga men hammalarga tavsiya qilaman. Bilgi qolgan Mangutashidagi ko'ptigin Mangutashi, bilgi qolgan Mangutashning tekstlar Uyg'urchaga, hozirgi zamon Uyg'urchaga tarjim qilindi. Bunu içip okunla. Bu yerda intayin güçlük bir milletçilik var. Acayip güçlük bir milletçilik. Bu milletçiliğin sebebi düşmanga karşı müdafaa qilish ve öz milletini saqlab qolish meselesi var bu yerda. O'xshash. Çünkü bunun oldida tabaqashlar kirib erib ketdi. Hunlardan intayin ko'p qabila, janubdagi hunlarning hammasi erib ketdi. Bu buningdan dars chiqargan, yani bu step imperiyasi ichida bu ahvoldan dars chiqargan tunji kishi bilgi qolgan. Yani bilgi qolgan buningdan dars chiqargan iltarish qolganning o'g'li bilgi qolgan, ikkinchi Köktürk imperiyasining qo'rquvchisi bilgi qolgan buningdan dars chiqargan. Bu darsni chiqarib millatiga davatidi. Ey millatim, sening isming Mavu, sen mandaq bo'lsang, bu millat oyoqda qoladi.
sen mandaq bo'lmasang bu millat yo'qaydi deyotdi bilgi qilgan. Bu yerdagi narsa shu. Shunga bu yerda bu mandaqlar deb qo'ygan gap emas, bu intan kuchli bir ideologiyalik bir teşviqatnamo neticesi bu yerda hamma qabilalarga bu berig'liq. Shunga bundan keyingi davlatlar qurilgan vaqtida hech kim bunun sırtıga çıkmaqlıq. Mesela bu Türk degan ismning sırtıga Köktürk davrdan keyin chiqmaydi hech kim. Sharqqa ketgan peçeneklar va boshqalar va nurg'un Türk qabilalari var mesela. Ularni mo shunga bu Türk degan nom dunyoga bu şekilde bilingan bo'lg'achqa, mesela Xalif Osman davrida shimolga qilingan ba'zi urushlar var. Hani Hazarlar var. Bundan başqa Türk kavimleri var. Nurg'un Türk kavimleri var. Avrupaga kengayib ketgan Türk kavimleri var. Bularning hammasini Avrupaliklar yoki shu uchrashganlarning hammasi degdek, bularni Türk deb ataydi. Qabilasining ismi Mavu, ammo bular Türk deydi. Shunga bu yerda bu kimlikninki qarxonalar tarafidan nima uchun o'zini Türk deb ataydiganining sababi, chunki bu davlatning an'anasi bu yerga keliglik. Türk degan bir millatning nomiga aylanib bulug'liq. Chunki oyadagi urush yillarcha davom qilib kelgan bu Xitoylar bilan bo'lgan bu urush bu millatning o'zining milliy kimligini asharik butun qabilalarni birlashtirish uchun bir milliy kimligini o'tirib qo'yib qo'yishga bu qabilalar o'zining kimligini Türk degan kimlik asli birlashtirdik. Endi Uyg'urlarning masalasiga kelsak, Uyg'urlarning masalasi o'xshamaydi. Azroq farq mavjud. Uyg'urlar Köktürk xalqining davomi. Buni hech qanday masala yo'q. Köktürk xalqi yemirilgandan keyin bayan Dilgar bir ovozi deb o'tib ketgandek, hadislar bor Türk qolganning 5'ini kesib avatib turdi nimaga. Sirtarduşlar, Qarluqlar bilan birlashgan vaqtda shunday ahvol mavjud. Endi bu yerda shu nimadiki kunimizdagi Uyg'ur bo'lib Uyg'uriston tarixida uchraydigan Uyg'uriston degan masala bekrak uchraydigan davr qaysi deganda Idiqut Uyg'ur xalqi bilan Genji Uyg'ur xalqi davridan qolgan pek ko'p sonli ma'lumot var biz tarixchilarga qoldirilib qolgan. Shu Berlinda deyman, Berlinda yoki Fransiyada bo'lishi mumkin. Hozir eslamadim. 10 mingdan ortiq turpandan elib ketilgan belge var, resmi belge hem de. Bunun bazıları sot hükümleri, bazıları özra ilim birim meselesi. Bu yerda bir qarxonalarmi çünkü keyin musulmon bo'lganligi uchun, çünkü 840 imperiya yiqilgan bo'lsa, davlat yiqilgan bo'lsa, qarxonalar xalqi bilan Idiqut xalqi o'tirsidagi to'qinish asosan Sultan Satiq Buğraxon musulmonligini qabul qilgandan keyin boshlandi bu urush. Urush bo'lmagani emas, pek ko'p qatim urush bo'lgan arada. Hatta şu vaqtdan tarixiy manbalarda ikki tarafning o'tirisida agar qarxonalar xalqi Buddistani o'ltirib etsa, o'zining tuprog'idagi bizmi Idiqut xalqining ichidagi musulmonlarni o'ltirib o'timiz deb bir-biriga qilgan tahdidlar bor. Qarxonalar xalqi dastlabki vaqtda bir qadar kuchli bo'lg'achqa ba'zi yerlarni Idiqut xalqidan tortib olib olgan yerlar bor masalan. Şuna bu Uygur meselesinde Uygurlarning aynı vaqtdagi tarixdagi bu xil chiqish shakli asosan bir siyosiy kimlik bilan chiqilgan. Bu siyosiy kimlik qandaqdir bütün Türk qavmlariga singdirilib ketgan bir Uygur degan nomni bir millat sifatida singdirilib ketishdan emas, bu siyosiy kimlik sifatida, bu siyosiy kimlik din sababidan. Agar shuni o'ylab baxsanglar bo'ldi masalan, agar Yarkent xalqi davrida yoki uning oldida Sharq Chag'atay xalqi davrida agar shu vaqtdagi Uygurlar musulmon bo'lmagan bo'lsa ve tarix çağı çügülep, Manjula Şarkı Türkistan istila qilgan vaqtida bizning Sharq Turkistonning sharq qismi Turpan ve onun sharqiy tarafi musulmon bo'lmagan bo'lsa, agar kunimizda qanday bir ahvol yuz beradi deganni o'ylab baxsanglar bo'ldi. Agar u vaqtda ular musulmon bo'lmagan bo'lsa, Manjula besvaga vaqtida Turpan ve Qumul musulmon bo'lmagan bo'lsa, u vaqtda qanday bir ahvol yuz beradi sizlarcha. Buni o'ylab baxsanglar bu yerda qarxonalar kültürü bilan Idiqut Uyg'ur xalqi o'tirishki kültürning bir-birisi bilan kuchli bir şekilde nim qilishi, ziddiyatlaşishning asosiy sababi bu diniy kültür, dinning kültürü. Shunga endi yeni bir narsa bu Uyg'urlar musulmon bo'lgandan keyin Idiqut xalqida bu janubiy tarafga singib ketgan deb qarash to'g'ri emas. Bu yerda undaq bir tarixiy undaq bir narsa yo'q. Musulmon bo'lishning shakli aniq. Qanday bo'ldi musulmon bo'lganda deganda bunday bo'ldi qarindoshlar. Bu musulmon bo'lish iliqi. Bu qarxonalar xalqi davrida yoki bu qulimiz debakcha o'rnak bor, chunki tarixiy manbalarda debakcha o'rnak bor. Bir yana hokim musulmon bo'lsa bo'ldi bu yerda. Xalqni musulmon qilish oson. Albatta ishidan qarshi chiqadigan nurg'un odamlar chiqishi mumkin, ammo asosiy nima iliqi. Bir yana eng muhim askariy qo'mondoni yoki boshqaruvchisi hokimlar musulmon bo'lgandan keyin xalq bunga egishiblam
Müslüman buldu. Moğollar başında Müslüman buldu. Toğluq Temurxan Müslüman bolğan vaqtida bek köp Moğolning Müslüman bo'lib ketganligi to'g'ri manbalarda yozilgan. Shunga Müslüman bo'lish uchun Belakka ketishning hojati yo'q. Shu Turpan shahri ichidagilar Müslüman bo'lganda shu yerda qoldi bular, Belakka ketmaydi. Andan bularga Müslümanlik kültürü, atrafning kültürü, çünkü imam keldi bu yerga, muazzin keldi, nurg'un islomiy kültür bu yerga kirdi. Til bir, bunda mesele yok. Ama bu yerdeki kimlik meselesi de xuddi bayan tanınıp o'tib ketgandek o qarliq tarixdagi nuqtadan deyapman. Qarliq milleti, Uyg'ur milleti, Pechenek milleti, Qipchoq milleti, undaq narsa mavjud emas. Bunun hammasi bizning bu yerda tushundirmayotgan narsamiz kunimizdagi millat nomida ashundoq atilib ketgan bo'lsa-mu, buni ayni vaqtga selib Uyg'ur milleti, bu bir Uyg'ur milleti, bu bo'lsa bir Qipchoq milleti, bu bo'lsa bir Qozoq milleti, u bo'lsa bir Qarliq milleti. Undaq narsa mavjud emas. Agar ki biz faqat dunyoda bizlar yashagan bo'lsak tarixda, u vaqtda ayrilib ashunday bo'lib ketdi. Biz shu turk qavmlarlar yashab, bu şekilde bo'lib ketgan bo'lsa, agar tarixda ashunday millatlar shakllangan bo'ladi balkim kunimizda. Ammo undaq millat shakllanmadi. Dunyoda nerede var mesela Qarliq milleti yoki Pechenek milleti deb yo'q. Shunga bu meselede shu tarixninki disiplin ve metodu bo'yicha so'zlash kerak bu narsalarni. Endi bunun günümüzge qanday xizmat qildirish meselesini degan vaqtinglardimi? Buni bek kengri o'ylash kerak bu meseleni. İntayin kengri bir şekilde o'ylash kerak. Yasıb olgan narsalar bu ko'p deyilib ketdi, shuni takrorlagim yo'q. Yasıb olgan narsalar bir yerda nim qilamiz. Shu akademik dunyoda bu to'g'rini o'rganish, akademik dunyoninki to'g'rilar bilan andin fikr yurgizish, bu insonning o'ziga foydali bir narsa birinchi bo'lib, ya'ni meni echiladi bu yerda. To'g'rini bilgandan keyin masalalarga to'g'ri muomala qilamiz. Biz hozir masalan Uyg'urchilik qilib yoki Uyg'ur nimani shakllantiramiz deb buningga gazni toza berib, pedalni toza besib qilsak, andin bu yerda qozoq millatchiligini qildi. Shunaqmi? Qirg'izlar Qirg'iz millatchiligini qildi. Moğollar Moğol millatchiligini qildi. Sharq Turkistonda bu yerda Xitoyning texnik bek ishiga keldigan bir narsa shakllandi bu yerda. Asli bizning qila oladiganimiz nima deganda, bu shu hozir ayrilib ketgan bo'lsak-mu, men bu dedim Dilyarmi debdi. Biz Uyg'ur degan nomni yo'qitib o'tib endi qaytadan bir Turk degan nomni tiklaylik demidik. Bunda bir niyat, maqsad, bunda bir narsa yo'q. Biz milletimizin namını bu biz xijil bo'lgan nom emas, yani men xijillanmayman Uyg'ur degan nomdan. Qanaqa qilamiz buni qo'yib, bunda bo'lib ketdi bu ish. Biz siyosiy irodamizdan bo'lmagan bo'lsa-mu, bu qo'yilib ketdi. Bu biz xijil bo'lgan nom emas, hatto faxrlanadigan tariximiz bor buningdan. Faxrlanadigan tariximizmi bor. Buningdan iliqi qudukshirab ketishning bek hojati yo'q. Buni bizning niyatimizni yomon ko'rsatib, bunda iliqi akademik tarixchilikni nim qiladigan ba'zi bu bo'lgan munozarada undaq narsa bo'lmadi, ammo bunu men deb qo'yishni to'g'ri deb ko'rdim. Shunga bu eng asos tüp manfaatimizga yine to'g'ri kelgan vaqtida biz bu tarixiy bağlarımız bilan birga kelalaymiz bu qarindoshlarimiz bilan. Qozoqlar bilan, qirg'izlar bilan, boshqa bütün qarindoshlarimiz bilan tarixiy bağ nuqtamizni ularni to'g'rini o'rgansa, bizmi to'g'rini o'rgansak va to'g'ri asos birlashsak hech qanday masala chiqmaydi-ki. Bu masala nerede chiqadi desanglar, birla misol berib o'tay, bu yerdan tushunsanlar bo'ldi. İkinci Cumhuriyet kurulgan vaqtida, İlhan To'yur kurulgan vaqtida bu yerda hech qachon sen Taranchi, men Uyg'ur, sen Qozoq, u bu degan gap chiqmaydi qarindoshlar. Bu yerda biz hammamiz bir qarindosh, bir dadining balasi, bir ananing balasi, hammamiz bir o'rtaq niyat, o'rtaq maqsadda bu dushmanimiz bo'lgan Xitoylarni Sharq Turkiston qo'g'lab o'taylik degan maqsad niyatda bu İlhan To'yurning atrofiga uyushdi. Qurtulush jamiyatida. Masala nereden chiqdi deganda, masala shu yerda chiqdi qarindoshlar. Qachonki Sovet İttifaqı İlhan To'yurniga qarshi harakat elib borgan vaqtida nurg'un odamlar var bu yerda Sovet İttifaqının o'zininki o'g'ilchida. Voy biz Taranchi, biz Uyg'ur bu yerga bir anjalliq kelib bizni boshqasi bo'lmaydi. Uyg'ur degan boshqa millat, Qozoq degan boshqa millat. Bizni o'zimizning zimini bu, Uyg'urning zimini bu. Boshqa yerdan boshqa o'g'illar chiqib ketsin deb Cumhur reisi İlhan To'yurni o'sha vaqtida chiqib ketsin bu zimindan deb shunday propaganda qilishga boshlaydi Rossiyaning odamlari, Rossiyaning odamlari. Qaysi ziyonliq bizga bu yerda? Mana shundan sap baqsanglar bo'ldi. Rahmat qarindoshlar, yana bek uzun bo'lib ketdi. Men bek ko'p fikr qatnashtirib bo'lmasligim mumkin. Fikr qatnashtirishimni zarur deb qaragan qarindoshlar bo'lsa, ammo bu bo'lsa men ayrim uchurga yozib qo'ysanglar suyunaman. Va yoki etiketlab qo'ysanglar bek uzun ketib qolsin deb bo'lmaydi ekanman. Amal bu vaqtida javob qaytarishtirishman.
O nimini deptiken siz bir sual düşüptüken, u bek uzun bir cevap veriş doğru kıldı. Bu miladeden burunki devirlerini başlaş doğru kıldı. Şarkı Türkistan'dan Türkleşiş ve İrani kavimlerinin, Parsi kavimlerinin Şarkı Türkistan'daki nimisini. Uzun bir mesele arkeologik tekşürüşlerden başlaş doğru kıldı. İnşallah bununla ayrı bir vakti cevap vereyim. Ama bir lam nesinde Tacik degan hukum yalğız ve yalğız tarihi menbelerde bir milletning nomi bilan chiqmaydi bu yerda qarshimizga. Tacik degan nom xuddi Avropada musulmon degan nomni turk deb ataganga o'xshash bizning ayadimi dastlabki vaqtlarda bu bir tojikkan degani bu bir musulmonkan degan ma'noni bildirdi ko'pincha vaqtlarda. U keyin andin tojiklar bilan shu mo'ng'ul qavmlari, turk qavmlari o'tirib aniq ayirish to'g'ri kelgan vaqtida ba'zi yerlarda tojik degan millatning nomini ko'rsatish ahvol bor. Dastlabki davrlarda birisini bu Tacikken dese, bu Samanilerinin devrinde ya ki onun keyinki devirlerde bu izahat mı belirlenen tarihi menbeler var bunun da. Şuna Tacik birisi bu Tacikken dese bu Tacik milleti de düşünüp kalsanlar doğru olmaydı. Tacikken bu dediğini Müslüman ne? Müslüman buldu. Bu Parsi Müslüman mı, Pars mı ya ki Türk Müslüman mı veya ki başka bir millet mi onu bilmeyiz bu adamın ki etnik tevelliğini. Şuna günümüzün etnik tevelliği bilen o devirden etnik tevelliği oturstu mu nurgun farklar var. Çok etnik tevellik meselesini günümüzdeki ayrılış bu hiç emez. Şu devirden ayrılış bu hiç düşünüşük doğru kıldık arkadaşlar. Hemen Allah'a tekrar salam. Allah'a emanet. Arkadaşlar ben ders kirip ketiştim burun sorulgan bir sualga nispeten bir özüm agar tefsir cevap veriş imkanım bulmuş mu? Arkadaşlarga Amerika'daki tadqiqatçı Golden Peter'ның kitaplarını okuşunu tavsiye kılmayın bulup mu? O kitaplar Türkçe'ye mi tercüme kılındı bazıları. Türkiye'de bağlı şu Golden Peter'ның ismini yazsanlar. Şu Golden Peter'ның ki kitapları çıktı. İngilizce kitapları Amerika'dan irişeleysle başka torbetlerden irişeleysle nurgullarından PDF nuskusu var. Bulup mu Tarım Vadisi'nin Şarkı Türkistan'ın canıp kısmındaki bu şu bu karındaşlarımız tılgılıp ötken İrani, Parsi terkiple Türk terkipleri ve başka Soğudi, Tohar Katarlı terkiplerinin ki kayış şekilde özera mekanizmasını kandak şekilde nımkıkallıklarını ve bu tədqiqatçı dünyaya dağılıq zaten. En yaxşı bir şekilde tarihi tədqiqatlarda oturup koyup boğan mesele bu. Elqip bulungan mesele. Şarkı Türkistan'daki Türk, Paris, Tohar, Soğdiyana, Soğdilanınki meselesi hemmisi şu qaysi yerde kandak boğan bu degen mesele. Hunlanınki kültürü qaysi şekilde kalgan degen mesele akademik tarihçilikte elqip bulungan mesele. Şuna Golden Peter'ның kitaplarını ve makalelerini bu şu münasebetlik nemin okup çıksanlar buldu. Türkiye'deki karındaşlar olsanlar Türkçe tercüme kılıngan nesi var Golden Peter'ның Türk halklarının tarihine giriş dep bir eseri tercüme kılınıqlıq. Şunu Türkiye'dekiler okup çıksanlar belki yaxşı bu nazik erişelesle şunu tavsiyem şu. Qalan men sualga şu Paris terkip bilen İrani terkipini Şarkı Türkistan'ın kültürüdeki bu bir qancha 3 noktaga yig'inchoqlab deyishga bo'ldi buni. Shahar kültürü, yezi kültürü ve başka kültürler deb. Mimarchilik başka kültürler deb gapni uzatmay. Shuni bir o'qib chiqinglar, vaqtinglar bo'lgan qarindoshlar. Eng kuchli tavsiya qilaman buni. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugün topda nəhayət yaxşı, obdan bir yaxşı bir söhbətlər bo'ldi. Men ko'p xursand bo'ldim. İlgiri vatandagi vaqtimizda mushu Vesal restorani bilan Mangutash qiratxonasida mushundaq yaxshi suhbatlar elib beriladi. Bugun men shu vaqtdagi holatni ko'rdim, ya'ni ko'p suyundim. Apaytin bizning Dilyor qarindoshimiz Turpan Ediqut Uyg'ur davlati bilan mushu Qarxonlar davlati o'rtasidagi urush to'g'risida yoki boshqa masala to'g'risida yaxshi so'zladi. Ham siyosiy nuqtadan chiqishga o'tirib, tarix doiradagi Uyg'ur millatlik emas, keng doiradagi davlatchilik bir narsani chiqib so'zildi-ku bu yerda. Bu fikrim men to'liq qetilima. Shundan birga bu yerda bir narsani qetib qo'yganim, Qarxonlar davlati bilan Ediqut Uyg'ur davlatiga masala, bu yerdagi siyosiy islom masala bo'lishi mumkin deb men bu fikrni o'tirib qo'ygan edim.
Hazır Nurettin qarindişimiz nəhayət yaxşı düşəndöydü. Mən bu piri tulluq qətilmə köpdən-köp rəhmət. Bolsa muşundaq ilmi münazirələr, ilmi söhbətlər oturuq qoyulğan vaxtımızda öz ara bir-birimizi düşünüş, bir-birimizi hörmətləş və bizim kəlgüsü qurulmaşqan dövlətimizə o səyişimizə köp yaxşı dep qarayım. Şundan birgə bu yerdə biz həm də törəm deyimiz, Uyğur törə. Yəni bu törəmni mən uzun yıllardan yankı paranlaşış, fikirləşiş jarayonida tarix dairəki Uyğur millətçisi emas və ya olmaydı Uyğurluqni deb Türklikni rədd qıldıgan yoki Türklikni deb Uyğur rədd qıldıgan emas. Əlbəttə qalbininki şu dövlətimizin müstəqilliyi üçün qoldan keçə xidmət qıldıgan bir bilim egisi deb qarayman qarindaşlar. Köpdən-köp rəhmət. Nəhayət yaxşı söhbətlər oldu. Şundaq söhbətlər bolsa, onundakin davamlılıq qilib berilsə, mən köp xursand bolaman. Muşu hamda Sabit Abdurrahman yazgan Uyg'urnoma, andakin Turg'un Almas bobomizninki yazgan Uyg'urning tarixi va Hunlarning tarixi shundan birga Muhammadin Bug'raninki muşu Sharq Turkiston tarixi degan 3 kitobni hamda o'qib bir qadar mulohaza qilsak, Sabit Abdurrahmanninki muşu Uyg'urnoma degan kitobida dalil paketlarga tayanmasdan hissiyat bilan yozib chiqqan deb men shundaq bir xulosa keldim hamda. Xulası kelgendim yani. Ama Abdurrahman bek bu bek çoğun nem kıldığınız için mi, mesele çıkardığınız için mi? Bu Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobi bilan Sabit Abdurrahmanning Uyg'urnoma degan kitobini ikkisini silishda o'lim bo'lmaydi. Turg'un Almasning kitobida manbalar, nimalar, tilg'ilinib o'tadi hamda. O'lchamlik g'arb o'lchimida butun namunasi chekib 5dan tatib bo'lmasimi? Tilg'ilindi. Bu Sabit Abdurrahmanning Uyg'urnoma degan bu kitobi bu nasrdeklar yag'aldi bir bilan qatasida tizib dunyoda bor davlatning hammasiga Uyg'ur degan ismni qo'shib qo'yganlar narsa. Unga Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobini yozishdi. U masalan Uyg'uriston, Uyg'ur deydigan odamlar bu Turg'un Almasning kitobini xato ishladi. Turg'un Almasning o kitobini yozishi, u odam amaliyotda bizdan chiqqan bek muhim tarixchi. U odam biz davlat qarasi tarixni yaxshi biladi deb o'ylayman. Ammo Uyg'urlar degan temada ismni qo'yib turib, unda yozishida mendaq sabablar bor deb o'ylayman. Birinchisi, ya'ni asli turk deb yozilish kerak ekanini Uyg'urlar deb yozishning sababini aytaman. Birinchisi, Xitoyning ichida yozdi. O Türk degan ismni yozolmaydi, bu cheklanadi. Unga ikkinchisi, nima uchun, ya'ni Türk deb yozolmasam, yozmayman men bo'lsam-chi. Agarda rost amaliy shu birinchi qo'l manba nima deganmiz shuni yozolmasam, men yozmayman. Ammo Turg'un Almas nima uchun yozdi uni? Bu vaqtida vaziyatga bir qaraylik. Hele medeniyetsizliğe inqilabida bütün ziyolilarni turmaga kiritib millatning bilini o'chitib etganmish. Hozirqiga o'xshash. Faqat Xitoycha so'zlashga majburlanmagan bilan Xitoy bilan to'ylashishlar bo'lgan teshida qisman. Undan keyin jamilar yiqilgan, jamilarning ishchilari Xo'maybinlarning yig'ildigan yerlariga o'zgartirilgan. Millat cho'shqa go'sht yeyishga majburlangan, cho'shqa go'sht yegan. Mushundaq bir Uyg'urmi demaydi. Xalq o'zining milliy kimligi degan narsani tashlab qo'yib, proletariat inqilobining bir qismi va yangi jonxoning bir qismi bo'lib bo'lgan xalqning nimasi. Teshidikilarning avvali. Mushunda vaqtda turmadan qaytib chiqqan Turg'un Almas o millatni taniyolmaydi qarab. 10 yil oldin kirketgan vaqtidagi millat qanmagan u odam chiqqan vaqtida. Shuning bilan shu vaziyatda 80-yillarda qaytadan nima o'zgardi? Tetkisiz inqilob tugdi degandikin bu odam o'ziga vazifa bilib, millatni bu asliga qaytarib olayli, millatning nimasi realisdan chiqibdi degan bir majburiyat bilan ana Uyg'urlar deb turib ilib, shu ichida masalan Türk deb yozilgan yerlarni Uyg'ur deb yozib, millatni saqlab qolish uchun yangi bir dasturdan birini tiklagan adam Turg'un Almas. Agar chet elda yozgan bo'lsa, Uyg'urlar emas, balki turklar deb yozishi mumkin bu kitobni. Ammo uning ichida shu vaziyatda yozgan edim. Hamda Sabit Abdurrahman Uyg'ur degan bu odam Uyg'urnoma degan bir chaqchaq kitobidagi bir kitob qo'yamdi. Men o kitobni birla rasm uchun ishiltimagan, birla rasmni yani setib oldim bu kitobni.
onu da bir resimli menbe qilib işiltime, o nima degende, men 70-nji ýyllarda Sovetlarning Uygurlarni qaytadan qorallandırıp, vatanny qaytarıp polki dep kurup, nimege Şerq Türkistanyň çegresiga kelgen tarih dogurluk eşede bir resim bar. 70-nji ýyly Zunun tiplanyň qaytadan qorallangan generallaryň resmi. Men şu resim üçin işiltime kitapny bolmasa başka akademik hiç qanday kıymeti yok kitapı. Mana bu resim İsa Yusuf özünün kitabında Sovetler askerlerini tayarlap koyduk. Siz işinin beşide turunla Şarkı Türkistan'ı müstakillik berimiz degende men yak dep unumay Sovetlerning çoğun oyununu buzup ettim dep özüm päherlenip yazgan devirdeki 79 Afganistan'a kirgitişten aldydaki Sovetlerning qorallandığı Uygurlary şu Kazakstanda. Kazakistan, Kırgızistan'dan çevirlağa kelgen Uygurlarning komandirleri şu 70-nji ýyllarda. O Uygurnamyda bir muş resim üçün men bu Uygurnam degen kitapny yenim saklaýmyn. Bolmasa başka hiç qanday kıymeti yok men üçün.